Assalomu alaykum, hurmatli aziz uzoq yaqindan kuzatuvchilar. Sizlar bilan Ikromjon Tojiddinov. Hozir Premium Pro kompaniyasining rasmiy taqdimotini sizlar bilan bo'lishamiz. Demak, davom etamiz. Hammaga bu Premium Pro kompaniyasining taqdimoti juda ham ko'pchilik so'rashadi. Nimalardan iborat va qanday marketingga ega va hammasini sizlarga hozir etap-etap, ya'ni kompaniyaning mahsulotlari va u beradigan imkoniyatlar to'g'risida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Xo'sh, Premium Pro kompaniyasi. Premium Pro kompaniyasi 2021-yili O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahrida tashkil etilgan va bizning maqsadimiz, ya'ni bizning maqsadlarimiz har bitta oilaga ya'ni premium darajadagi mahsulotni olib kirish va bizning eng asosiy maqsadimiz insonlarni qalbini xursand qilish. Endi kompaniyaga keladigan bo'lsak, kompaniya yo'nalishi, ya'ni beauty va wellness yo'nalishi bu nima degani? Mana misol uchun beauty yo'nalishi juda ham ko'pchilik savol berishadi, nimalar kiradi? Beauty yo'nalishiga parfumeriya, yuz parvarish mahsulotlari, dekorativ kosmetika va gigiyenический mahsulotlar kiradi, ya'ni gigiyenik mahsulotlar. Wellness mahsulotlariga esa sog'lomlashtirish mahsulotlari kiradi va nasib qilsa bu yilni oxiri yoki keyingi yilni boshlariga bu mahsulotlarimiz kirib keladi va hozir kecha kunduzda biz beauty yo'nalish bo'yicha ish faoliyati olib boryapmiz. Demak, hozirgi kecha kunduzda butun dunyoni oladigan bo'lsangiz 5000 tadan oshiq kompaniyalar bor va 5000 tadan oshiq kompaniyalar va insonlarni juda ham ko'p chalg'itadi bu masala. Shuning uchun bir eng muhim statistika bilan sizlar bilan ya'ni bo'lishmoqchiman va albatta bu statistikani biz o'zimizning katalogimizga kirgizganmiz. Bu nima degani? Misol uchun butun dunyoda 5000 dan ortiq kompaniya bo'lsa, ya'ni tarmoqli marketing kompaniyalari bo'lsa, ya'ni 23% ochiladi va yopiladi. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oyga bormasdan, ya'ni har xil sabablarga ko'ra yopilib ketadi. Raqobatga bardosh beramiz yoki boshqa narsalar. 27% kompaniyalar bu moliyaviy piramida yoki ruscha qilib aytganda finansiy piramida. Bu juda ham ko'p. Shuning uchun eng nozik masala shuki, hozirgacha kunduzda juda ham ko'pchilik insonlar mana shu kompaniyalarga ya'ni aldanib qolishgan va aldanib qolishda davom etmoqda. Shuning uchun bu ma'lumotlarni biz katalog rasmiy katalogimizga kirgizishga ya'ni qaror qabul qilganmiz. 40% kompaniyalar esa umuman insonlarga manfaat keltirmaydigan tovar, ya'ni usiz ham inson yashasa bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, oddiy bir brasletni oladigan bo'lsak, ota-bobolarimiz brasletsiz ham yashagan va bundan keyin ham hamma yashaydi. O'shaning uchun ya'ni insonga umuman manfaat keltirmaydigan kompaniyalar hisoblanadi 40%. 7%gagina ular yo aksiyalar va'da beradi yoki qanaqadir skidkalar yoki qanaqadir sayohatlar, ya'ni va'da berishadi. Bu 7% kompaniyalar. Bor yo'g'i 3% gina kompaniyalarga ishonch bor. Ya'ni bu butun dunyo bo'yicha ma'lumot. Ya'ni tasavvur qiling, bir chelakda 100 ta shar bor, ya'ni 100 ta shar. Ya'ni 100 ta shardan 97 tasi qora, 3 tasi oppoq. Ya'ni uni topish juda ham qiyin. Shuning uchun 3% kompaniyalar endi nimalarga javob beradi? Endi uni keyingi betda ko'rib o'tamiz. Ya'ni 3% kompaniyalar ya'ni 5 ta narsaga ya'ni javob berishi shart. Birinchisi kuchli rahbariyat. Ya'ni umuman buni asoschisi kim? Umuman qonun jihatidan. Va shunaqa masala borki, aslida olganda 5 ta negativ desam ham bo'ladi. Mana misol uchun umuman tarmoqli marketingda 5 ta negativ bo'ladi. Mana shu birinchisi, ya'ni kuchli rahbariyat yoki qonun deb olsak ham bo'ladi. Например, qonun masalasi bo'yicha ikkita narsa, ya'ni negativ. Birinchisi diniy qonun qoida bor, ikkinchisi davlat qonun qoidasi bor. Bir xillar aytishadiki, halolmi, harommi degan ma'noda aytishadi. Yoki ikkinchisi esa davlat qonun qoidasi masalasi bo'yicha. Endi bitta masala hali katalogimiz davomida, ya'ni taqdimotimiz davomida hali men aytaman bu masala bo'yicha. Ya'ni har bitta misol uchun
bizda agar bonus keladigan bo'lsa, biz kelishuv asosida ishlaymiz. Ya'ni shart qo'yamiz, o'sha shartni bajarsa, ya'ni biz bonus beramiz. Agar shartni bajarmasa, biz bonus bermaymiz. O'shaning uchun mana shunaqa kelishuv asosida ishlanadi. Qonun tomonlama oladigan bo'lsak, biz faqat onlayn ishlaymiz. Ya'ni plastik kartochka orqali biz pul qabul qilamiz so'mda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi valyutasi, ya'ni so'm birligida. Va o'sha qabul qilgan so'mga yarasha, ya'ni mahsulot beramiz. Shuning uchun biz onlayn tarzda ishlaymiz. Bu birinchisi, ya'ni kuchli rahbariyatni ichiga kiradigan narsa. Ikkinchisi, yuqori talabga ega mahsulot. Ya'ni ikkinchi negativ o'zi aslida ikkita, ya'ni mahsulotdan kelib chiqadi. Ya'ni mahsulot yo sifatidan kelib chiqadi yoki yetkazib berishidan. O'shaning uchun bir xil kompaniyalar bor, mahsuloti zo'r, lekin sifatda yo'q. Bir xillarda skladi to'la tovar, lekin sifati yo'q. O'shaning uchun bu ikkinchisi yuqori talabga ega mahsulot va o'ta yetkazib berish masalasi bo'yicha juda ham tezkor bo'lishi shart. Uchinchisi, professional o'quv tizimi bo'lishi shart. Chunki har bitta jamoa bu g'ishtga o'xshaydi. Ya'ni g'ishtni terib ketgan saringiz, ya'ni orasida rasvor deyiladi. Ya'ni o'sha rasvor termasiz bitta zarbada, ya'ni yo'q bo'ladi. Shuning uchun biz o'quv tizimiga alohida e'tibor beramiz. Ya'ni professional o'quv tizimi. Va to'rtinchisi, foydali biznes qurollar. Ya'ni bizda biznes qurollar ikkiga bo'linadi, onlayn va oflayn. Oflayn bu ofislarimiz, kataloglarimiz, ruchka, boshqa ya'ni instrumentlar. Onlayn bu sayt, programma, ya'ni Instagram, Telegram, Facebook, YouTube ma'lumotlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarimiz kiradi. Va eng asosiysi va oxirgisi bu rag'batlarga boy bonuslar va aksiyalar. Ya'ni mana shu 5 ta narsaga men sizlarga iltimos qilib o'taman. Ya'ni nima deydi, agar siz kelajakda qandaydir kompaniya tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu 5 ta narsaga juda ham e'tibor berishingiz shart. Va mana shu 5 ta narsaga, ya'ni 5 ta tamoyilga asoslangan holatda biz Premium Pro kompaniyasini 2021-yildan beri qurib kelmoqdamiz va xudo xohlasa oktyabr oyida kompaniyamiz 2 yillik, ya'ni 2 yilga yetadi, ya'ni 2 yil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kecha kunduzda 10 ta viloyatda bizning ofisimizda bor va 14 mingdan ortiq, ya'ni hamkorlarimiz bor. O'shaning uchun mana shu 5 ta narsaga e'tibor berasiz. Demak, alohida tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, kuchli rahbariyat deganda bu albatta biz o'zimiz haqimizda mana ma'lumot ketyapti. Ikromjon Tojiddinov. Ya'ni o'zimga keladigan bo'lsak, qisqacha tanishtirib o'taman. Men 1990-yil 24-mayda Toshkent viloyatida tug'ilib o'sganmiz. Ya'ni ilk marotaba tarmoqli marketingga 2007-yil, ya'ni 17 yoshimda o'z ish faoliyatimni boshlaganman va bu sohada 16 yillik tajribaga egaman. Va o'zimning shogirdim Shohrux Ubaydullayev bu hozirgi Premium Pro kompaniyasining, ya'ni bosh direktor hisoblanadi va uchreditelь hisoblanadi. Va boshqa bundan tashqari 20 ga yaqin o'zimizni jamoamizda bor va ular bilan birgalikda qurib kelmoqdamiz bu kompaniyani. Keyingisi, ya'ni yuqori talabga ega bo'lgan mahsulot. Ya'ni yuqori talabga ega bo'lgan mahsulot to'g'risida keladigan bo'lsak, mana biz hozir beauty yo'nalishi bo'yicha ish faoliyatini olib boryapmiz. Ya'ni birinchi mana parfumeriya, yuz parvarish mahsuloti, dekorativ kosmetika va gigiyenik mahsulotlar. Hozir birinchi qadam bu parfumeriya. Nima uchun parfumeriyadan boshladik? Mana keyingi betlarimiz. Mana misol uchun parfumeriya biznesi so'nggi 120 yilda 1% ham orqaga ketmagan, ya'ni biznes hisoblanadi. Ya'ni borgan sari rivojlanib borayotgan sistema. Va eng ko'p sotiladigan tovarlar ro'yxatida va parfumeriya sanoati jadal borgan sari rivojlanib boryapti. Va bu yerda ma'lumotlarga qarasangiz, ya'ni mana 2013-yili 149 milliard, o'sha 2015 152 milliard ketdi. Mana 2019-yil, ya'ni o'sha 160 milliarddan oshgan. Endi tasavvur qiling, misol uchun agar bir yilda misol uchun 150 milliarddan ortiq tovar deb oladigan bo'lsak parfumeriyani, agar biz Premium Pro kompaniyasi mana shu 3 yil, 5 yil biz o'zimiz oldimizga qo'yganmiz maqsadlari 1% ni agar biz bajara olsak, misol uchun 10 yil deb oladigan bo'lsak, agar Premium Pro
ya'ni mahsulotini 1% insonga agar biz bera olsak, bu degani 1,5 milliard dollar tovari bor degani. Bu 1 yil ichida. O'shaning uchun bu biza ketma-ket o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda, 5 yilda. Bu kompaniya o'zini birinchi milliard dollarini 10 yilga rejalashtirgan, ya'ni 10 yil ichida yilligi 1 milliard dollar tovar oborot qo'yishni o'z oldiga maqsad qo'ygan. Demak, yana bitta masala bor. Misol uchun Texnica Flor degan kompaniya bor. Ya'ni bu Texnica Flor kompaniyasi 1981-yilda, ya'ni Fransiyaning Marsel, ya'ni shahrida tashkil qilingan bu zavod. Ya'ni hozirgi kecha kunduzda Fransiyada gigant deb oladigan bo'lsak, hozir nima deydi, parfyumeriya ishlab chiqarish bo'yicha Texnica Flor o'zini joyi, hajmi bo'yicha, ishlab chiqarish bosqichlari bo'yicha 2022-yil birinchi o'rinni olgan kompaniya hisoblanadi va Texnica Flor mana hozir kecha kunduzda 42 yildan beri, ya'ni jahon bozorida va biz asosan Texnica Flor bilan, ya'ni biz shartnoma tuzganmiz va Texnica Flor bilan ya'ni Dubay qo'shma korxona qilganmiz. Ya'ni Texnica Flor, ya'ni Fransiyadan hamma seriallarimiz Dubayga kelib tushadi va Dubay orqali O'zbekiston, Dubay orqali Qirg'iziston, Dubay orqali Qozog'iston, Dubay orqali Tojikiston va Rossiyaga, ya'ni kirib boradi bu tovarlarimiz. Ya'ni головной ofis, ya'ni bosh ofis Dubayda hisoblanadi va Dubay orqali, ya'ni boshqariladi bu biznes. Yana bitta masala, sizlarga qisqacha bir ma'lumot aytmoqchiman. Shunaqa bir eng muhim ma'lumot. Misol uchun dunyo bo'yicha atirlar top 120 ta atirlar bor, top 120 ta. Ya'ni umuman reytingni bermayapti. Va biz nima ish qildik? Biz o'sha 120 ta atirdan 10 xilini tanlab oldik. Ya'ni bu eng top atirlardan 120 xildan. Shulardan 10 tasini tanlab oldik. Ya'ni biz nima ish qildik? Biz qadoqlarni o'zgartirdik, flakonlarni o'zgartirdik va vositachilarni olib tashladik va showroom va hamkorlar o'qitish va taklif qilish bilan birgalikda, ya'ni bu mahsulotlarni sotishni, ya'ni yo'lga qo'ydik. O'shaning uchun mana ko'pchilik biladi, an'anaviy bizneslarda mana zavoddan keyin tovar, brend va hokazo bir necha tamoyillardan o'tadi to mijozga borguncha. Biz nima ish qilamiz? Biz ya'ni zavoddan, ya'ni Fransiya bilan Dubay qo'shma korxona qilingan va o'tdagi mahsulotni, ya'ni Premium Pro hamkorlari orqali mijozga yetkazamiz. Bo'ldi. Bu yerda juda ham oddiy narsa. O'shaning uchun sложный hech narsa yo'q. Sizga qaysi atir mos kelishini bilib oling. Eng muhim masalani sizlarga aytaman. Sizlarga informatsiya uchun bitta eng muhim ma'lumot aytmoqchiman. Dunyo bo'yicha statistika bo'yicha atir sifati 5 taga bo'linadi. A, B, C, D, E. Ya'ni A klass, B klass, C klass, D mana shunday ketadi. Agar siz duty freega kiradigan bo'lsangiz, duty freedan sotib oladigan atirlar hammasi B hisoblanadi. B bilan C hisoblanadi. A emas, chunki A o'ta yuqori sifat, ya'ni 500 dollar, 1000 dollar, 2000 dollardan boshlanadi. Ko'pchilik so'rashadi, sizlar Premium Pro atir qaysiga tushadi? Premium Pro kompaniyasining, ya'ni atirlari bu B variant. Ya'ni biz ochiq aytamiz, ya'ni B va C variantlari ham bor. Duty freedagi mahsulotlar bilan birgalikda biz raqobatdosh bo'la olamiz. Chunki bizni talabni shu daraja qo'yganmiz, nima deydi? B klass bo'lsin va C klass bo'lsin. A klass agar qiladigan bo'lsak, kelajakda rejamiz bor, lekin A klass o'ta qimmat hisoblanadi. Boya aytib o'tganimdek, kamida 500 dollardan tepaga qarab ketib boradi. O'shaning uchun sizga qaysi atir mos kelishini bilib oling degan ma'noda bizda yana test variantlarimiz bor. Mana misol uchun aytaylik, bizda mana misol uchun atirlar, mana raqamli atirlar hisoblanadi. Birinchi raqam, ikkinchi raqam, 2, 3, 4, 5, 10 gacha bor. Mana misol uchun oddiy misol aytaman sizlarga informatsiya uchun. Mana misol uchun parfyumer qanaqa atir, ya'ni parfyumer qanday qilib atir ishlab chiqaradi? Men qisqacha aytaman sizlarga. Ya'ni boy ayol kishi kim degan savol qo'yadi parfyumer va o'sha boy ayol kishi uchun gul teradi.
ya'ni o'sha hidlar tergani boy kishi, ya'ni boy ayol kishi uchun bersa yoqadi, oddiy ayolga bersa yoqmaydi. O'shaning uchun shunaqa qonun qoidalar bor. O'shaning uchun eng muhim masala shuki, sportsmen kim? Sportsmen uchun ya'ni shunaqa atirlar chiqariladi yoki romantik kim? Shunga o'xshab atirlar chiqaradi. Agar sportsmenga chiqarilgan atir romantikka bo'lsa, romantikka yoqmaydi, romantikka chiqarilgan atir sportsmenga bo'lsa, demak sportsmenga yoqmaydi. Va eng muhim informatsiya, juda ham ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak bu ma'lumot to'g'risida, ya'ni qayerlarga atir sepiladi desa, atir impulslarga sepiladi. Ya'ni misol uchun pulslar mana birinchi nuqta, bir, misol uchun quloq orqasi 2, bo'yningizda 3, ya'ni mamlakangiz 4, 5, 6, 7, tizzani orqasi 8 va to'pig'ingizda 9 ta bo'ladi. Va eng muhim masalani eslab qoling iltimos. Eng muhim masala shuki, bu agar yoqqan atir bo'lsa, misol uchun atir oldingiz, sizga yoqdi. Yoqqan atirni ya'ni qo'lingizga, quloqning orqasida, bo'yinga sepsa bo'ladi. Agar sizga yoqmasa-chi? Yoqmasa, tizzani orqasi va oyoqqa sepiladi. Nimaga deyilsa, например, mana nomer 1 atiri, mana misol uchun nomer 1 Premium Pro atiri, ya'ni Allure Sport, ya'ni Chanel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan atir, bu mujskoy gormonni, ya'ni erkaklik gormonini oshiradigan atir hisoblanadi o'zi tega. Lekin insonni shijoati tushib ketyaptimi? Biza misol uchun shunaqa ma'lumotki, bizni Moskvada o'qilganda shunaqa ma'lumot berilgan, чтобы mujskoy o'quvchilar o'sha erkaklik gormonini topshirilardi ertalab ochiq qoringa borib. Nega? Agar past chiqsa, uni ko'tarish usti bosh qotiladi. Chunki shijoat tushib ketadi, agar erkaklik gormoni tushib ketsa. Aynan bir raqamli atir bu erkaklik gormonini oshiradigan atir hisoblanadi. Agar sizga u yoqmasa-chi desa, oyoqqa sepiladi. Shuncha yoqsa, quloqning orqasiga sepiladi. Demak, mana shu bir atiri bu erkaklik gormonini oshiradigan atir hisoblanadi. 2, ya'ni Premium Pro 2 atiri bu ayollik latofatini oshirib beradigan atir hisoblanadi. Ya'ni ayollarimiz uchun, ya'ni atir hisoblanadi. Bu 2. Uchinchi atirimiz, ya'ni uchinchi atirimiz shuki, uchinchi atir bu tasavvur qiling, bitta xonada 10 ta erkak kishi o'tiribdi. Ya'ni 10 ta erkakdan biri man bo'li degan atir hisoblanadi. Ya'ni misol uchun aytaylik, bir xillar aytadi, bu Zevon, ya'ni Dolce Gabbana kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan atir. Ya'ni birinchi bo'lish, har doim biri bo'li degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun 10 ta erkak bo'lsa, shuni biri bo'lish xohlaydigan erkaklar atiri hisoblanadi. Premium Pro 4-atiri, Premium Pro 4-atiri shundayki, bu ayollik ruhiyatini ko'taruvchi va kuchli ayollar atiri hisoblanadi. Agar mas'uliyatsiz yoki o'ziga mas'uliyat olishdan qo'rqadigan ayollar yoqmaydi bu atir. Shuning uchun 4-atir shunaqa, ya'ni mas'uliyatli ayollar atiri hisoblanadi va kuchli ruhiyatga ega bo'lgan ayollar atiri hisoblanadi. Raqam 5 Premium Pro. Bu gentleman, ya'ni klassikada doim yuradigan erkaklar atiri. Ular sportsmen emas yoki oddiy nima deydi, oddiy ishda ishlaydiganlar emas. Aynan shunaqa insonlar bor, bilasiz, gentlemanlar deydi. Ya'ni klassikani zo'r yaxshi ko'radigan erkaklar atiri hisoblanadi. Ya'ni nomer 5. Nomer 6 bu o'ta kuchli, juda kuchli atir. Ya'ni barcha mas'uliyatni o'ziga ola oladigan va oilani misol uchun haqiqiy lider ayol deb olsak bo'ladi. Ya'ni lider ayollar atiri hisoblanadi. Bu ya'ni bu ham Dolce, ya'ni bunisi Hugo Boss, ya'ni woman deb nomlanadi. Bunisi esa Hugo Boss Unlimited. Ya'ni ikkalasi ham Hugo Boss brendini atiri hisoblanadi. Keyingisi 7 bu Malico eng zo'r turbo atir hisoblanadi. Eng muhim masalani sizga aytib o'tay. Например, mana misol uchun atir deb oladigan bo'lsak, eng muhim masala sizlarga aytib o'tay. Tasavvur qiling, bizda shunday holat borki, atir oldingiz, mana atir oldingiz. Atir oldingizda, misol uchun, agar Hugo Boss bo'ladigan bo'lsa, 3 ta atir sepgan bo'lsangiz, o'sha 7 tani sepsangiz, o'sha 3 ta atirni 2 barobar kuchaytirib beradi. Va eng muhim masala, juda ham ko'pchilik savol berishadi.
Ya'ni mana misol uchun atir oldingiz, bir marta sepdingiz. Ya'ni sepdingiz, bu 0,25 hisoblanadi. Endi ikkinchi atirdan olsangiz bizada, misol uchun ikkinchi atir olib o'sha joyga sepsangiz, misol uchun o'sha aynan sepgan joyingizga sepsangiz, bu 0,50 hisoblanadi. Uchinchi atir olib o'sha joyga sepsangiz, ya'ni bu 0,75 hisoblanadi va to'rtinchi atir olib agar o'sha joyga sepilsa, ya'ni 100. Ya'ni mana shu atir bilan siz stoyksiz, ya'ni qanchalik turishligiga bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Bir marta atir olib, misol uchun sepgandan keyin turmadi-yu degan bu xato gap. O'shaning uchun bitta sepganingiz bu 0,25. Ya'ni ikkinchi atir ustiga sepsangiz 0,50, uchinchisi 0,75, to'rtinchisi ya'ni 100 bo'ladi. Bitta gap bor, ya'ni eng muhim gapni eslab qoling. Biznesmen va biznes lady'ning sekreti minimum 4 ta atiri bo'lishi shart deydi. Ya'ni va qaysi paytda qaysi birini sepishi va qayerga sepishi yaxshilab bilib olish deydi. Shuning uchun 4 ta atir, ya'ni biznesmen va biznes lady'ning 4 ta atiri bo'lishi shart. Endi 8-inchisi shuki, ya'ni bu ayollik latofatini ko'tarishdan tashqari bu oila va sevgi atiri hisoblanadi. O'shaning uchun bu yosh oilalarga va xotinlarga va tavsiya beriladigan atir bu oila, baxtli oila va baxtli sevishganlar atiri hisoblanadi. 8-inchisi. Demak, davom etamiz. Premium 9 raqamlisi bu 24 soatda 30 soat ishlaydigan erkaklar atiri hisoblanadi. Ya'ni bu atir, ya'ni Creed Aventus tomonidan ya'ni chiqarilgan atir, ya'ni nima deydi, kuchli erkaklar, bitta so'z bilan aytganda kuchli erkaklar atiri va shijoatli erkaklar atiri hisoblanadi. Va 10-inchisi esa boy ayollar va boylikka qiziqadigan va har tomonlama ibrat bo'la oladigan ayollar atiri hisoblanadi. Va bizda eng muhim masalamiz, shuni aytib o'tdim sizlarga, eng muhim masala shuki, bizning atirlarimiz sekreti shundaki, birinchi atir ustiga ikkinchi atir sepsangiz boshqa hid chiqadi. Uchinchi atir sepsangiz boshqa hid chiqadi. Mana misol uchun 10 xil atir deb oladigan bo'lsak, aslida bu yerda 100 xil atir ifori bor. Ya'ni bir-biriga aralashtirsangiz boshqa hid chiqaveradi. Shuning uchun tavsiya beraman bu atirlarni, ya'ni iforidan foydalanib va mazza qilib foydalanishingizni tavsiya beraman. O'shaning uchun demak davom etamiz. 1000 marta buni eshitgandan ko'ra bir marta foydalanib ko'rgan zo'r. Hammaga demak men tavsiya qilaman va bemalol mazza qilib foydalanishingizni ya'ni xohlayman. Demak, professional o'quv tizimi. Professional o'quv tizimi masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, bizda 5 ta: Premium Pro Academy, Premium Pro Business Forum, Premium Tour, Holiday va Travel. Bu to'g'risida batafsil yana boshqa videolarimizda bor, bemalol kuzatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bu har bittasi ko'p masala. Bir oyda bir marta forumimiz bor, 3 oyda bir marta tur, holiday, travellarimiz bor. Buni batafsil yana taklif qilgan insonlarimizdan bemalol gaplashib olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham qiziq tema va juda ham professional o'ylangan, ya'ni o'quv tizimi. Keyingisi foydali biznes qurollari. Foydali biznes qurollari, ya'ni bu offline va online. Bu to'g'risida ham ko'p ma'lumot berish shart emas. Offline bu ofislarimiz to'g'risida ma'lumotlar va online sayt, programma va ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgisi eng muhim masala bu rag'batlarga boy bonus va aksiyalar. Ya'ni bizda shunday narsaki, birinchisi mahsulotdan foydalaning, ikkinchisi boshqalarga tavsiya eting va uchinchisi bonuslarni qo'lga kiriting. Ya'ni bizning asosiy ish faoliyatimiz shu. Ya'ni mahsulotdan foydalaning. Mazza qilib mahsulotdan foydalaning va boshqalarga tavsiya bering va ular sotib olsa va bonuslarga ega bo'ling. Va kompaniyasiz ishlaymiz, biz sizga ham ishlaymiz. Biz birga partnyormiz. Ya'ni bu yerda hamma bir-biriga partnyor. O'shaning uchun bu qanday bo'ladi? Например, misol uchun bizda 5 ta paketimiz bor. Ya'ni start paketi, standart paketi, biznes paket, biznes plus va family paketlari bor. Agar siz oddiy iste'molchi sifatida kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni iste'molchi, ya'ni kelasiz, o'zingiz uchun foydalanib yurmoqchisiz. Marhamat, $100 attirdan o'zingiz uchun oling. Agar siz yo'q, sizlar bilan men jiddiy partnyor bo'lmoqchiman, sayohatlarga bormoqchiman desangiz, umuman jiddiy hamkor bo'lib, agar partnyor bo'lib ishlayman desangiz, ya'ni siz uchun mana biznes, ya'ni paketimiz bor, $300. Hozir
Standart paketida $100, ya'ni $100 bu davlat kursi bo'yicha, ya'ni onlayn, ya'ni karta orqali to'lab internetdan sotib olasiz va uyingizga dostavka bo'lib boradi bu mahsulot, ya'ni yetkazib beriladi. Va yana bitta eng muhim masalani aytib o'tishim kerak. Mana misol uchun $100 ga bir dona atir. Agar standart paket esa ikkita, ya'ni ikkita dona atir. Ya'ni ko'rinishi mana misol uchun katta ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ikkita dona atir. Ya'ni ikkitasi, ya'ni $200. Biznes paket bu $300. Hozir aksiya ketyapti. Ya'ni aslida $300 3 ta atir berilardi. Hozir aksiyada esa $300 ga yana 4 ta atir berilyapti. Ya'ni ikkita nabor. Ya'ni erkak va ayol uchun ikkita, ya'ni to'plam bemalol olishingiz mumkin. $400 va $600 deb juda ham ko'pchilik aytishadi. To'g'ridan-to'g'ri Business Plus yoki Family paketga o'ta olmaysiz. U upgrade orqali o'tiladi. Ya'ni Business Plus yoki Family ga через upgrade. Ular nima imkoniyat beriladi desa, avtobonus, kelajakda franshizaga ega bo'lish yoki aksioner bo'lish Business Plus va Family paketlarda bo'lib o'tadi. Va eng muhim masalani aytib o'taman. Siz qaysi tovar tanlashingizdan qat'iy nazar $100 mi yoki $200 yoki $300 tanlasangiz, ya'ni bir martalik $10, ya'ni internetda, ya'ni registratsiya bo'layotganda to'lanadi. Bu registratsiya uchun $10. Mana shunaqa masala. Shuning uchun oldindan siz qaror qabul qiling. Agar siz oddiy mijoz sifatida, agar siz o'zingiz uchun mahsulot oladigan bo'lsangiz, $100 bemalol olishingiz mumkin. Agar yo'q, men biznes sifatida qabul qilaman desangiz, va $300 ga olishingiz mumkin. Agar siz $100 ga registratsiya bo'ldingiz, bir oy ichida $400 paketga o'taman desangiz, ya'ni $300 ni bir oy ichida o'tsangiz, ya'ni 10% chegirma bilan o'tishingiz mumkin, $270 to'lab. Agar siz biznes paketda bo'lsangiz, Business Plus yoki Family paketiga, ya'ni $600 ga o'taman desangiz, demak 10% chegirma bir oy ichida o'tsangiz, ya'ni 10% chegirma bilan o'tasiz, lekin 6 oy imkoniyatingiz bor. 6 oy ichida, ya'ni upgrade qilish imkoniyatingiz bor. Ya'ni eng muhim masalani aytib o'tmoqchiman. Bu Louis Vuittonning strategiyasida bor. Ya'ni agar siz atir $100 ga atir oldingiz, lekin qolmadi. Lekin sepkisi kelyapti, yana olgisi kelyapti. Agar kompaniya shunaqa imkoniyat beradi, agar siz ishlatilgan idishni kompaniyamizning ofislarga olib kelsangiz, o'sha $100 atirni 50% chegirma bilan olishingiz imkoniyatingiz bor. Ya'ni faqat bo'sh idish hisobiga. O'shaning uchun bu o'ta muhim masala. Shuning uchun tashlab yubormang. Ya'ni foydalangandan keyin bu sizga 50% ga asqotadi. Agar sizda ikkita bo'lsa, demak ikkita atirni, ya'ni 50% chegirma bilan olishingiz imkoniyati bor. Bu o'ta muhim masala, eslab qoling. Demak, kompaniya o'zining hamkorlariga 4 ta bonus beradi. Ya'ni referral bonus, binar bonus, lyuks bonus va master bonus. Bu to'g'risida men qisqacha aytib o'taman. Ya'ni referral bonus nima? Qaysi paketdan $100 yoki $200 yoki $300 qaysi paketdan sizni taklif qilgan mijozingiz sotib olsa, 10% ni beradi. Bu birinchi bonus. Bu hammaga tanish. Ikkinchisi, ya'ni binar bonus, ya'ni kam tomonidan, ya'ni 10% beriladi. Misol uchun kam tomoni $100 bo'ldi, $10 yoki $1000 bo'ldi, $100 yoki $5000 bo'lsa, ya'ni $500 beriladi. Ya'ni paketiga qarab, ya'ni mana bu yerda paketida bor. Paket eng tagiga qarasangiz, ya'ni paketdan paket farqi nima desa, ya'ni limit o'sha binarida. Misol $100 paket bir oyda $2000 topa olsa bonus, biznes paket $6000 topa oladi bir oyda. Family paket $10000 topa oladi. Shuning uchun Business Plus va Family paketi juda ham qulay paketlar hisoblanadi. Lekin 6 oyda bemalol u paketlarga bemalol o'tsangiz bo'ladi. Imkoniyatingiz bor. Demak, bizda lyuks bonusimiz bor. Binar bonusdan keyin lyuks bonusi bor. Ya'ni lyuks bonus nima? O'ng tomoningiz va chap tomoningizda mana chap va o'ng tomon deyilyapti. O'ng va chap tomoningizda $2000 tovaroborot va $2000 tovaroborot bo'ldi. Ya'ni bu qisqacha qilib o'tganda, ya'ni muddatsiz. 1 oyda qilasizmi, 2 oyda qilasizmi? Muddati yo'q. No 2000 ga 2000 qilsangiz sizga 10 talik atir to'plami beriladi. Ya'ni 15 milligramlik atirdan. Agar $6000 ga $6000 tovaroborot bo'lsa, o'ng tomon va chap tomoningizda muddat yo'q. Xolisi 1 oyda qiling, xolisi 6 oyda, xolisi 1 yilda qiling, farqi yo'q. Sizga chet el sayohati beriladi. Va bitta sharti bor. O'ng tomon va chap tomoningizda
ya'ni ikkita prezenter, ya'ni prezentator chiqarishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa status bor bizda. Endi agar siz 15 ming bo'lsa, ya'ni yana bitta sayohat beramiz. Ya'ni o'ng tomon va chap tomoningizda, ya'ni lider kvalifikatsiyasi chiqqan bo'lishi kerak. Bu nima deydi? Sayohat. Ikkinchi sayohat beriladi. Например, 6 ming bo'ldi. Plus 9 ming qo'shilsa, ya'ni boshqatdan 15 ming qilmaysiz, ya'ni qo'shilib boraveradi. Agar 30 ming dollar tovar-oborot bo'lsa va o'ng tomon va chap tomon bronza lider. Bu eng muhim masala, eslab qoling. Eng muhim masala shuki, bu shaxsiy taklif degani emas. O'ng tomon va chap tomoningizda bronza lider chiqsa bo'ladi. Sizning komandangiz bo'lsa bo'ladi, faqat u shaxsiy taklif degani emas. Bizda shaxsiy taklif tushunchasi, ya'ni bunga umuman bog'lanmagan. Keyingisi 60 ming dollar kam tomondan, ya'ni 60 ming va o'ng tomonda bitta, chap tomonda bitta silver lider chiqsa, sayohat plus endi avtobonus, 10 ming dollar avtobonus. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, avtobonusga qarasangiz $10 turibdi. Ya'ni $10 har bitta mijoz oyiga $10 to'lab boradi. 6 oy to'lasa $60 bo'ladi va $60 ga biz $100 bitta atir, ya'ni podarkaga beramiz. Kompaniyaning daromadi mana shu, aynan shu yerda bo'ladi. Demak, 120 mingga 120 ming bu platinum lider hisoblanadi. O'ng tomon va chap tomon gold lider chiqsa, sayohat plus endi $15 avtobonus. Va 240 mingga 240 ming bir tomonda platinum, ikkinchi tomon platinum bo'lsa, ya'ni siz diamond lider hisoblanasiz. Sayohat plus $20 avtobonus beriladi va eng oxirgisi, eng kommunikatsion tochkasi shuki, $500 o'ng tomonda, $500 chap tomonda va diamond lider chiqsa, siz franshiza, ya'ni 3 ga 4 joy ko'rsatasiz. Biz Avaganza degan brendda 30 xil atirimiz bor. O'shani sizga $25,000 tovarni sizga podarkaga beramiz. Bitta qiz yoki bitta bola qo'yasiz, sotuvchi qo'yasiz va u biznes sizniki bo'ladi. Undan tashqari biz premium ice cream degan brend ustida ishlayapmiz, ya'ni morojiy, biz shunga o'xshagan bir 10 tacha franshiza bizneslar ustida ishlayapmiz hozir. Ya'ni o'zimizning hamkorlarimizga beramiz va plus общий tovar-оборотga 5% qo'shamiz. Ya'ni bir oyda qancha tovar-оборот bo'lsa, 5% ya'ni beramiz. O'shaning uchun bu aksioner deb nomlanadi. Endi eng oxirgi bitta qo'shimcha bonusimiz bor. Agar siz 5 ta shaxsiy taklifingiz bo'lsa, agar bu umuman boshqa, bu majburiy emas. Agar 5 ta shaxsiy taklifingizni lider bosqichiga olib chiqsangiz, ya'ni 6 ming ya'ni sayohat bo'lsa, sizga ustoz sifatida master lider sayohat beramiz. Agar 5 ta lideringiz gold olsa, ya'ni 5 ta lideringiz ya'ni mashina olsa, rahmat, ya'ni sizga degan ma'noda, ya'ni sizga ham ular olgan bonusni hadya qilamiz. Va eng oxirgisi team leader. Agar 5 ta aksioner chiqaradigan bo'lsangiz, ya'ni team leader, sizga $50,000 pul mukofoti beriladi. O'shaning uchun sizlarga eng katta masala shuki, bizning mahsulotimizdan foydalanish, ikkita odam taklif qilish uchun qancha vaqt ketadi? Eng kommunikatsion tochkasi bu. E'tibor bering. Agar siz bu jadvalni diqqatli bilan qarang, juda ham diqqatli bilan qarang. Bir oydan agar $200 mahsulotni olib borilsa, 12-oyda hammasini hisoblaydigan bo'lsak, $819 ming tovar-oborot bo'ladi. Eng muhim joyini qarang. Ya'ni siz bir yilda hamma bonusimizni olishingiz mumkin. Agar 10 dan 1 o'xshasa ham 80 mingga 80 ming bo'ladi. Mashina bu 60 mingga 60 ming bitta mashinasi bo'ladi. Hatto 20 dan 1 o'xshasa ham bemalol Yevropani ko'rib kelsa bo'ladi. O'shaning uchun hurmatli aziz hamkorlar, aziz kuzatuvchilar, biz bilan birga bo'ling, muvaffaqiyat sari intiling. Eng muhim masala shuki, bizda bir-birimizni podдержка qilib, bizni oilamizga, ya'ni chin yurakdan taklif qilamiz va biz birga kuchlimiz. O'shaning uchun juda ham katta muvaffaqiyatlar hammangizga tilab qolaman. Hammangizga omad, charchamanglar. Rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.